Assalomu alaykum, hurmatli traderlar. Yangi hafta uchun, ya'ni ertagalikka bugun nima qilamiz? Xo'p, bizda tilla va valyuta paralaridan ham 2-3tasiga tahlil qilamiz, ya'ni analiz qilamiz. Xo'p, bizni time frame'larimiz o'sha 1 soatlik, 4 soatlik va kunlik time frame'larda ko'rib boriladi. Ishlaydigan strategiyalarimiz ham ko'p emas. Asosiy klassika Fibonacci, yana bir ikkita likvidностьga qo'shib ishlashlar. Xo'p, biz doimiy qiladigan ishimiz, ya'ni trendni aniqlaymiz. Trend bizda shartli trend ketyapti. Xo'p, tillada 1 soatlik time frame, ya'ni bizda shartli trend ketyapti. Biz doimiyda Fibonacci tortamiz maksimumdan minimumga. Ko'rishimiz mumkinki, 0.5 ga yaqin joyda to'xtab qolgan, ya'ni sell ideyada. Bu ya'ni ertaga bozor ochilsa, bu ideyalarni hammasiga limitga qo'yiladi va qo'yilganlari ham bor, faqat boshqa ideya boshqalariga. Telegram kanalimni ko'rsalaring, YouTube kanalimda profilda turibdi, tevada. Telegram kanalimda barcha bularni natijalari va tahlillarini Damashqga qo'shilmagan ideyalarni ham tashlab borib turaman. Xo'p, bunga ideyamiz shu. Agar narximiz 1 daqiqa 0.5 ga borsa 0.38 ga qaytadi. Xo'p, 0.6 ga borsa 0.5 ga qaytadi. 0.786 ga borsa 0.618 ga qaytadi. Ya'ni shunday. Ya'ni barchasi limitka bilan ishlash kerak. 0.5, 0.6, 0.786 zonalariga o'zingiz riskni hisoblagan holda, ya'ni bu ikkitani stopini ursa ham, ya'ni bu bittani o'zi bularni stopini ham, bu kirganingizda komissiyalarni ham qoplab chiqishini hisobga olib, limitga qo'yib, risk menejmentga amal qilasiz. Xo'p, endi bo'lmasam 4 soatlikda bir ko'ramiz. Xo'p, 4 soatlikda ham shartli ideya. 4 soatlikka oladigan bo'lsak, bu yerda, mana bu yerda likvid bor. Ya'ni bu likvid kuch ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni bizning pozitsiyacha likvidnost bu yerda entry qilib bergan, tushgan, entry qilib bergan. Buy ketish ehtimoli katta, ya'ni mana bu trend liniyani yorib qo'ysa. Agar bundan yorilmasdan yana qaytishi ham mumkin. Bu ideya bunchalik mos emas, chunki likvidnost juda xunuk bo'lgan va likvidnost ham deb bo'lmaydi. Chunki soyasi bitta urovnga borgani bilan tanalari maksimumlar yangilari borgan va tushgan. Xullas shunday. Va keyin buni ishlamasligining sababi, bu yerda bunga tasdiq likvidnost yo'q. Ya'ni bu ideya admin. Ya'ni buni kuchi yo'q, buni tevaga qaytargani. Bizda shartli ideya va bizda doimiydek Fibo tortamiz. Maksimumdan tortamiz minimumga. Mana bu yerda maksimumdan tortsak manfaatliroq bo'ladi. Xo'p, mana bizda ishlayverib bo'lgan ideya. Ya'ni ulgurmaganmiz. Bu Damashqa, ya'ni Damashqa degani faqat dushanba kunga ochiladigan orderlar emas, balki bozorni qisqacha tahlil qilib ketish. Men uchun. Bir kunlikka o'tamiz. Xo'p.
Bir kunlik time frame. U limitga tortish ham shart emas. Bilishingiz mumkin. Trend buy ketyapti. Va bizda mana bu yerda likvidность bor. Mana bu yerda likvidность bor mana. Xullas shunday rassom bosmaman belgilagani. Hop, bu bizda birinchi likvidность, ya'ni tasdiq likvidность bo'lib beradi. Va mana bu yerda ham likvidность bor, lekin bu ish bermagan. Mana bu bizda tasdiq likvidность va mana bu likvidность bizda o'sha bizga kerakli bo'lgan likvidность, ya'ni откат modelga. Ya'ni bizda BSU, BPU 1, 2 bor va bu likvidность hisoblanadi. BPU 3 dan uchib chiqib ketgan. Va bu uchib ketgani ham yaxshi bo'ladi va bizga mana qaytib beryapti. Bu yerdan buy ketish ehtimoli judayam yuqori. Bu yerga mana o'rin qo'yib qo'ysak, likvidностьni BSUni maksimumidan likvidностьni maksimumigacha olinardi. Lekin bizda likvidностьni maksimum bilan BSUni maksimumi bir xil bo'lgani uchun bitta liniya qilib qo'ydim. Va bu yerdan ketishini sababi aniq ketishligi ehtimoli yuqori deganimiz sababi mana bu yerdan biz Fibonacci tortsak, shu tanlanmay qolyapti. Shu kompyuterda ham bir jigarini ezish kerak shekilli, qiynaldi. Xo'p, xullas darsga qaytamiz. Birgina yumor qilmasam zerikib qolasizlar deb o'ylayman-da. Mana xullas Fibonacci 0.5 zonasi bilan bu zonamiz, ya'ni ikkita strategiya mixture bo'lyapti. Ya'ni ikkita strategiya qo'shimcha bo'ladi va ularning kirish nuqtasi deyarli bitta narxda bo'lyapti. Mana 44-40, ya'ni 44-35. Deyarli bir xil. Chunki bu daily time frame bo'lgani uchun ozgina turibdi, ko'rishlaring mumkin. Va bu yerdan ketish ehtimoli katta. Xo'p, bizda likvidностьdan yurib bermadi. Likvidностьdan yurib bermasdan oldingisini savdoga kirish tushuntirib o'tsam. Xo'p, siz bu yerda masalan 0.10 lot ochdingiz, 0.10 lot ochdingiz va bozor sizga ishlab berdi. Va 0.5 hisobini oladigan bo'lsangiz, take profitingiz 0.38 da bo'lishi kerak. Ya'ni sizga bitta sekret 0.05 ni yopib yuborasiz mana bu yerga kelganda. 0.05 ni. Ya'ni bu yerda siz Fiboni tekini olib bo'lgan bo'lasiz, lekin mana bu likvidностьda teki 1:1 nisbatda olasiz va bu 1:1 nisbatda borib bermasligi mumkin. Chunki bu yerda likvidность kichkina. Agar bu просто K deyapman sizlarga. Agar 0.5 yopib yuborasizlar, agar shunda ham narx tevaga yurishni boshlasa, mana buni stop lossini 0.38 ga qo'yib qo'yasizlar. Agar narx riskga qaytsa ham stop loss uradi, lekin sizlar foydada bo'lasizlar. Ana tushuntirganimni 0.10 kirgan bo'lsangiz savdoga, 0.5 ni mana bu yerga borganda tekni ochib turib ruchnoy yopib yuborasiz va bundan 2-3 punkt o'tishi bilanoq buni stopini tevaga qo'yib qo'yasiz. 5 punkt tevaga uchib turib stopni ursa ham qaytib kelib, siz foydada bo'lasiz. Bu shunchaki oddiy case xolos, lekin o'zim unaqa umuman qo'llamayman. Ya'ni ruchnoy yopish, ruchnoy tek olish. Faqat limitga bilan ishlayman. Xo'p, bunga ideyamiz qisqacha shu. Ya'ni shunday. Tillarni o'zi bilan ham 9 minut olishibmiz. Hop, endi keyingi paraga o'tsak, Euro USD. Hop, bu yerda bizda trendimiz shartoviy ketyapti. Ko'rishlaring mumkin, mana shartoviy ketyapti. Hop, bu yerda likvid plus Fibo ishlab berishi ehtimoli judayam yuqori. Mana maksimumdan minimumga, ya'ni sell idea bo'lgani uchun tortdik.
Va bizda mana bu yerda bitta savuq bor. E, bir daqiqa. Mana bu yerda bitta savuq bor. Hop, bizda mana kerak mana. Bitta bor. BPU 1, 2 bor. Mana 3 bu yerda yopilgan. Lekin bizga likinzi kerak bo'ladi. Ya'ni BPU 1, BPU 2, ya'ni bar pastajdashi уровень. Ya'ni bunisi bo'lsa impulsnicha bar sozдающий уровень bo'ladi. Xo'p, katta ehtimol bilan bu narximiz mana shu yerda o'ynab 0.38 ga borib 0.236 ga kelib berish ehtimoli bor. Xo'p, yana bitta ideya bizda. Agar 0.38 dan bormasa, 0.38 dan borib qaytib bermasa, u yog'ini Fibonacci qonuniyati bilan eee, tiqib ketaveramiz. Ya'ni bu yerga kirgan bo'lsangiz, buni bor stopini urdi. Ya'ni 0.5 dan ochdingiz 0.38 gacha, 0.618 dan 0.5 gacha, 0.789 dan 0.618 gacha. Bu yerdan har doim qaytaraman, chunki yangi ko'rayotgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Qisqacha ideyamiz shu. Ya'ni bundan avvalgi darslarni ko'rsalaring, bular to'liqroq qilib tushuntirib ketilgan, ya'ni birinchi darslarda. Hop, bu yevroga H1da, ya'ni 1 soatlikda ideyamiz shu dushanba uchun. Endi bularni o'chirib 4 soatlik time frame'ga o'tamiz. 4 soatlik time frame'da nima gaplar ekan? Bizda yana o'sha holat. Xo'p, bizda shartoviy ideya. Trend shartoviy ketyapti. Ya'ni men bu yerda bir narsa deyishim qiyin, lekin bitta ishlayvergan strategiyani aytib ketaman. Ya'ni откат model. Yo'q, bu ishlayvergan desam, chunki bu birinchi tasdiqlovuz ekan, ishlab bermagan ekan. Xo'p, bu yerga bir nima deyish qiyin. Hmm, na bu yerga Fibo tortsa bo'ladi, na bir boshqa qilsa bo'ladi. Xo'p, mana minimumdan maksimumga Fibo tortganimizda ham mana ko'rishinglar mumkin. Bu ishlab bergan bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni bunday holatga birinchi yuzlashishim, bu switchi mana bu yerda. Xo'p, bu ko'k switchani hisobga olmagan bo'lsak, bizda maksimum mana bu bo'lgan. Mana ideya minimum mana bu va maksimum mana bu switcha bo'lgan. Va bizda switchamiz kelgan 0.5 dan откат olgan va borib mana bu yerda ochilgan va bu yerga uchib narx yana qaytib bergan. Mani fikrimcha shu. Va bu yerda ideya qilish xuddi o'ylanarli holat. Chunki mana bu yerda narx qaytib kelganda 0.5 dan ochgan bo'lsangiz, narx 0.8 ga borib tekiz olib, yana qaytib bekka tushgan bo'lishi mumkin. Fiboda qonuniyati shuki, mana shu 3 ta zonadan qaytadi va bu zonalar faqat bir marta ishlab beradi. Agar ishlab bermagan bo'lsa, 0.786 dan 0.618 gacha ishlasa bo'ladi. Lekin tavsiya qilmayman, chunki bunday holatga birinchi yuzlashishim. Chunki sohada yangiman. Hop, bir kunlikka o'tamiz. Og'alar, hop, bir kunlikda nima deydi, baqir-chaqir narsa bas. Ya'ni oddiy narsalar. Hop, mana bu yerda minimum olib qo'yaveraylik. Va maksimum. Hop, ya'ni trend buy. Shuning uchun men buy ga ideya qilyapman. Hop, bu yerda bizda asosiy narsa ham emas. 0.5 kelsa
0.8 ga boradi. Ya'ni bu yerda biz Fiboga ideya qildik. Fibonacci. Ya'ni Fiboda riskni boshqarish bo'yicha va 0.8 dan kirib turib 0.786 gacha bo'lgan riskni boshqarish bo'yicha ham e, dars qilaman. Faqat keyingi darsga qo'shilib ketishi mumkin bu. Hop, yevroga bo'lgan tahlilimiz shu xullas. Nima deydi? Oddiy bildim deb tutildim, bilmadim deb qutuldim deb turib Fibo tortib chizib qo'ydik shu ideyalarimiz. Ya'ni bu Delida 0.5 kelish uchun kamida 2 kun kerak bo'lishi ham mumkin. Balkim 1 soatda keladi. Bozor holati bu. Xo'p, endi bizda USD CAD. Xo'p, USD CAD 1 soatlikda nima yangilik bor uchun bizga? Hı. Xo'p, trendimiz shartoviga o'zgaryaptilar mana. Ya'ni bizda trend shartoviy. Ya'ni biz selga ideya qilishimiz kerak. Xo'p, bizga selga ideya bu yerda manimcha hozir yo'q. Shu tortib beradigan bo'lsak, da selga ideya bor ekan. Sababi 0.5 ga borgan, 0.618 ga borgan va 0.786 ga hali beri borgani yo'q. Chunki bularda hali ishlab bergan ham yo'q. Bularda ishlab bergani yo'q. Shunaqa gaplar. Narx mana bunday, mana bunday, mana bunday o'ynab turib, mana bunday qaytib berish ehtimoli katta. Plus USD katta, ya'ni dollar, Kanadian dollar haqida. Ular shunday. Xo'p, 4 soatlikda nima bo'lyapti? Shundoq chizamiz. Rasm bo'lib ketmasam bo'ldi borku. Xo'p, ya'ni yana o'sha gap. Yana Fiboni tortamiz, qutulamiz. Ya'ni 0.5 ga borgan, ishlab bermagan. Balkim ishlab bergan bo'lishi ham mumkin. Va 0.618 ni kutyapmiz bu yerda. Borsa qaytadi. Agar bu yerdan qaytmasa, manikiga borib qaytadi, iloji yo'q. Chunki bu Fibonacci. Ya'ni aynan qaytadi desam yana savdoga kirolmaylar. Balkim boshqa narsa, boshqa holat bo'lar. Balkim 0.618 dan qaytib berar, balkim 0.5 dan qaytib berar. Xo'p, bir kunlikka o'tamiz endi. Bir kunlikda nima gaplar? Bog'da nima gaplar? Juda katta bir kunlikda nima gaplar? Xo'p, mana bizga четкий ideya bor. Ya'ni narx impuls bilan tushib bergan. Mana buni bosib deb olmasligimiz sababi bitta o'ringa unchalik yig'ilmagan va mana bunda bitta o'ringa yig'ilgan. Mana bitta, ikkita, uchta kelib bergan. Mana buni ham yaqin kelib bergan. Ya'ni ya'ni shu yerda likvidность bor, ya'ni likvid bor. Xo'p, biz qiladigan ishimiz shunday tortsak, maksimumdan minimumga. Narx kelib jiddiy o'ynaydi, o'ynaydi, shuni 0.8 ga olib shuni qaytib beradi. Chunki bizda liquid plus bu mix structure bo'lyapti. Shunaqa gaplar yuzaga. Hop, keyingi valyuta paraga o'tamiz.
Hop, GPUSD. Yani GBPUSD. Bir soatlik. Bunga e'tibor bermanglar. Buni shunchaki qisib qo'ygan edim, xolos. Hop, bilmayman, doim shartoyiday qilyapsiz yani. Hop, trend bizda short ketyapti uni. Нормальный borib beribdi mana. Borgan qaytgan, borgan qaytgan. Hop, shartoyiday qilamiz. Maksimumdan minimumga Fibo tortgan holatda, yani shu yerlarni ishlaymiz. Buni ham likvidностьga o'xshatishlaring mumkin, lekin likvidность emas bu mana. Mana bu impulsni oladigan bo'lsak, bu 1-2 bor, lekin bu pastga tushib ketgan. Buni oladigan bo'lsak, bu 1-2 bor, bu pastga tushib ketgan. Xullas, men uchun bu likvidность emas unchalik. Va men 0.5 ni kutaman bu yerda. 0.8 dan kam ishlayman va 0.5 men uchun nima deydi? I prefer. Yani shuni afzal ko'raman. Ya'ni xavfsizroq bo'ladi. Undan bo'lmasa 0.6 dan, 0.6 dan bo'lmasa 0.786 dan. Agar 0.38 dan kirib olsam, 0.786 ga boradigan bo'lsa, riskni ham oshirishim kerak bo'ladi. Mani shotim ko'tarmay qolishi ham mumkin uncha riskni. Shuning uchun 0.8 ga uncha aralashavermayman. Xo'p, 4 soatlikda. 4 soatlikda deydigan bo'lsak, hop, mana bu yerda mana ulgurmabmiz shekilli. Hop, mana bizning impuls, switcha, BPU1, 2, BPU3. Hop, mana bu yerdan maksimum olib tortadigan bo'lsak, mana hop, bizda narximiz impuls bilan tushgan va mana barsasida yashayvergan BPU1, 2 va mana 0.8 ga borgan. Mana BPU1, 2, lekin mana bu kelmagan. Ikkinchi switchi bo'lgani uchun u qaytgan va 0.8 ga borib bitta tushgan. Yana borib yana tushib bergan. Endi 0.8 dan qaytib bergan. GBUSD. Menimcha bunda bir kunlikka ideya ko'rmadim. Hop, buni trend Lango'ga ketyapti. Baga ideya qilishimiz kerak. Va biz Fibo tortamiz mana. Bizga eng yaxshi yordamchimiz Fibosi. Hop, Fibo tortgan deylik mana. Bu 0.5lardan ortga reaksiya olishi mumkin, chunki bu yerda likvidnost yo'q. Bu 0.5 ga kelish uchun ham ancha harakat qilish kerak. Kamida 2 kun, 2 yoki 3 kun. Ya'ni Fibo bilan qutulib qolamiz bunga. Nochalmiz, boshqa strategiya yo'q degan. Xo'p, bizda USD GPI nimalarnidir qilib olgan ekanman o'zimcha. Hop, 1 soatlikka o'tamiz bunda. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, trendimiz Lango'ga ketyapti. Yo'q, bu yerda Shartoga o'zgargan mana trend. Lango'ga ketgan va Shartoga o'zgargan. Xo'p, endi men sizlarga bir narsani sirini ochaman. Ya'ni hali mana bu yerda mana likvid bo'lgani mana. Ya'ni ishlab bergan. Mana bu yerda ikkinchi
Belgilab qo'yadi mana shuni. Mana bu yerda bitta likvid bo'lgan va ishlab bergan. Bu tasdiq mana birinchi. Ha, bu mana ikkinchi likvidimiz bizda. Boya aytganimdek, bunga kelib short ketish kerak dedim. Ya'ni yana. Lekin bizda short ketmadi. Biz nima qilgan bo'lishimiz kerak? Mana bu yerda Fiboni tortib, dangalatib limitkalar qo'yib qo'ygan bo'lishimiz kerak. 0.5 ga borgan, 0.6 ga borgan reaksiyani olgan va mana spread hisobini olganda tekni ham olgan bo'lishi kerak edi. 144 826 144 866 mana tekni olgan. -20 pips bilan olam Guliston. Ya'ni spread hisobiga 0.5 ya'ni 144 826 kelmagan, 144 866 ga kelgan. Yo'q 40 punkt, -40 pips deganim. Kechqurun 10:30 dars qilyapman, namashi qilyapman. Noto'g'ri tushunmanglar. Dardlarimni ham aytib olay. Xullas shu mantiq. Ya'ni bitta strategiyaga ishonib qolmanglar va Fiboni qo'shish kerak doim. Va balkim tekda olib berar ertaman bozor ochilsa. Xo'p, bu endi 4 soatlikka o'tamiz. Bu 4 soatlikda bizda Fibo tortadigan bo'lsak, mana bizda 0.5 dan qaytib ishlab bergan. Shunday kelgan 4 soat ichida shunday qaytib bergan. Perfekt. Chunki trendimiz bagiga kelmagan. Xo'p, agar biz mana bu yerdan Fibo topib ko'rsak, kallaga kelib qoldi hozir. Baribir ishlab berib bo'lgan. Tevaroqdan tortadigan bo'lsak, baribir ishlab berib bo'lganda mana mana bu yoqda mana stel ketayotgan joyidan Fibo tortganlarida ishlab bergan va bu normalniy punktlarga ishlab berganda maksimum surmoqchi edim, maksimum boshqa yo'g'oganda. Baribir 0.5 ga to'g'irlamoqchi edim. Afsus, to'g'ri bo'lmadi. Hop, bir kunlikka o'tadigan bo'lsak, hop bizda doimgidek Fibo ishlab berib bo'lganda, voy onangning biri dushanbaga faqat 3 ta narsada chegaraman shekilli. Hop, out USD 1 soatlikka o'tkazaylikchi. Hop, 1 soatlikda. Hop, bizda tasdiqlik bor. Mana bu yerda yana bitta likvid bor. Buni ham likvid deb olsa bo'ladi-yu, tushib ketgan ekanda. Mana chiqqan narx qaytib kelgan va ishlab bergan. Bu ishlarni bo'lgan. Xo'p, biz qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Shuni tirs Fiboni tortamiz. 0.5 ga kelgan ishlab bergan. Shu
Endi bizni bitta trend Slanko'ga ketyapti. Bizda bitta fakt. Agar narx bu yerdan tushib ketib, mana bu yerda likvid hosil qilib, mana bu yerga borsa, bu yoqqa ketishi mumkin. Yo'q, yana chalg'idim. Bu bizni tasdiqchu. Mana bu yerga kelib, mana bu yerga kelib, mana bunday bo'ladigan bo'lsa, bunday bo'ladigan bo'lsa, narx tushib ketdi deylik. Agar narx yana qaytib boradigan bo'lsa, mana shunday savol bo'ladi. Bizda bu tasdiq, bu yana bitta likvid bo'lsa, mana u hozir keyin hosil bo'lgan likvidga narx qaytib borsa, sel ketishi kerak. Xo'p, endi 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikda ham mana borgan qaytgan, borgan qaytgan, borgan qaytgan, borgan qaytgan, oxiri duxi o'tib mana yoringdan bitta qaytib bergan. Bayk etish ehtimoli yaxshigina bu yerda endi. Perfektum nima deydi isbotlab berolmayman chunki sohada yangiman. Oho, nimadirlar bo'lib ketibdi. Ya'ni bilgan asosiy mantig'im bunga rosa retest bo'lgan. Retest bo'lgan, oxiri yorib o'tib turib, mana jichcha bo'lsa ham qaytib beryapti. Bu дальше bay ketish ehtimoli bor. AUD bir kunlikda. Hmm, bir kunlikda ham ko'rish mumkin. Bitta borgan, ikkita borgan, uchta, to'rtta borgan. Beshinchisida oxiri yorib o'tgan. Wow, perfekt. Shunday xullas bunga. Va yil bizda. Buni boshidan tushuntirib beraman sizlarga. Bizda aytganimizdek 1, 2, 3, 4 strategiyasi bor. Ya'ni buni oldin ham aytganman. Bizda impuls bilan keladi, ya'ni откат ya'ni impuls bilan narx keladi va impulsni minimumidan buzib qo'ymagan holda buzsa mana buzgan bo'lur, lekin tanasi mana bu belgilangan joyimizdan tepada yopilishi kerak va yopilgan. Va bu bizda katta ehtimol bilan 4 va 5 kunlari trend teskarmachasi yurib beradi. Faqat kunlikda, ya'ni mana impuls bilan sel keldi, bu bay ketadi. Biz nima qilamiz shu yerda? Shuni fibon tortamiz, ayyorda yoqib, shularni to'g'rilab. Xo'p, mana bu yerdan narx ochilib, mana bu yerga kelib, dalish yurishi mumkin. Xo'p, masalan, 0.5 gacha borishi ham mumkin. 0.5 gacha borsa, 0.38 gacha biz 0.5 bilan limitga kiramiz. 0.5 bo'lsa 0.6 yo 0.786. Xullas shunaqa. Bu yoqdan bayda ushlab, bu yoqlarga borganda selgida yoqib ko'ramiz. Qaranglar yorlaydi. Bundan bayda tekin olib turib, keyin selni ham tekin olsa, broker ham aytadi, cho'tta deydi. Biznes deydi, endi aql aytmay qo'yaveray. Hop, Google aka. Hop, bugungi darsimiz qisqacha shu. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bitta narsalar bor, ideyalar tashabbur turiladi. Xullas, keyingi darsgacha xayr.